nano gellar 25-25-25. Azot, fosfor, kaliy. Azot o'stiradi, fosfor tomiriga, kaliy sokotejeniyaga. 5-10-50 hosilda oxirida beriladi. 10-65-15 hozirgi davr bug'doyda bir qarch bo'lgancha fosfori ko'p gel. Buni beriladi. Select plus select bu kilitadin paxtani, sabzini o'tiga mo'ljallangan dori. Select plus. Tak, gidrosera. Gidrosera bu hamma o'rgamchakkanaga yoppasiga ta'sir qiladi. Paxtaga ham sepsa bo'ladi, daraxtlarga ham sepsa bo'laveradi. Alta super zanga yana. Zanga bu hektariga 1,5 metrgacha ishlatamiz. Tilt. Rasa rasoli kam 200-300 gram. Nurelni bilasizlar. O'sha eski oldingi nurellardan. Karat asvaga. Nurel 1 litrli idishda bu ham hasharotlarga daraxtlar impact yangi chiqqan zangi dorisi bu ham yangi keldi. Stonebox bu paxtani ekilishidan oldin 3-4 litr 5 litrgacha gektariga ishlatiladi, yoppasiga o'tlarni oldini olish uchun. Bu plyonka simol usulda qilib sepiladi. Qizil hozirgi davrda g'allaga, paxtaga ishlatadigan nima? O'g'it. Talstari oq pashsha va o'rgamchakkani tushgan joyga juda ko'p ketadi. Titus bu makajo'xorini o'tiga qarshi. Glifosat bu butun splashnoy действие hech narsani chiqarmaydi. Pivot Profi. Pivot bu bedani o'tiga qarshi dori. Bedani to'liq tozalab beradi o'tlardan. Strikar bu o'simliklarda kasallik, qorason va boshqa kasalliklar juda yaxshi. Aminokap. Bu ham o'simliklarga issiq sovuqdan oldini oladi. Bor kelik ham gullatadi, ham mo'rtligini oldini oladi. Bartrak bu ham gullatishga. Sinifos bu anafosi suyug'i. Sinifos. Baton paxtani qurtiga juda yaxshi ishlaydi. Glifosatlar bu ham boyagi paxtani o'ziga. Bo'ldi, shu yetadi. Agar kimdir mijoz kelib qolsa, o'zingiz konsultatsiya berib qanchaga qancha boshqa bo'ladi-da, to'g'rimi aka? Ha, albatta. Agronom maslahatlarimiz ham bor. Agronom ulab beramiz, kerak bo'lsa joyiga borib qarab beradi. Agar misol uchun kelganda qaysidir dori bo'lmasa yo nimadir bo'lmasa, zakasiga ham ishlaysizlar? Ha, albatta zakazga ishlaymiz. Mijozni talabiga qarab ishlayveramiz. Aloqa uchun telefon raqamlarini aytib o'tsangiz? 99lik 345 0981 95lik 004 50 50. Manzil Sirdaryo tumani Oxunboboyev, Sirdaryo bilan Baxt oralig'idagi namlanli uylarda. Ha, rahmat.